Qancha yig'ishtirsa ham ishi tugamaydigan oshxonamni uborkasi. Havo siganidan keyin chumolilar, o'rgimchaklarning sezoni boshlandi. Hovlida yashaydigan kelinlar mani juda ham yaxshi tushunadilar. Shunaqa narsalar oshxonaga atakani boshlaydi. Har 2 kunni birida pollarni artib pilisos qilib yoki supurib turmasak, shunaqa hasharotlar ko'payib ketib qoladigan sezon keldi endi. Birorta videomda ham tavoqchalarga ovqat berganimni videoga olmagan ekanım. Uyimizda tavoqchalar bor. Kechadan qolgan ovqatlarni tashamasdan tavoqchalarga beramiz. Gaz plitamni ozgina surib ko'rsam, shunaqa bayram bo'lib yotgan ekan. Bularni yig'ishtirishga tushib ketdim. Siz bugun uyda qaynatamni ham yo'g'otilab qo'ymasam, polностью bir tarafga olib, hamma joyini tozalardim. Juda ham videoga olishga qiynaldim. Sababi o'rtasi juda ham tor edi. Mebel bilan yaxshi yig'ishtira olmadim. Buni hali erta-indin kelsalar yana bir ko'tarib tayini tozalab olaman. Shunaqa qilib qizlar oshxonani ishi umuman tugamaydi. Bu yog'ini artsang bu yoqdan endi chivinlar chiqishni boshlaydi. Bular har zamon hamma joyni nuqtachalar qilib kir qiladi. Kichkina qo'lchalarni izchalari har doim Xudoga shukr bor. Oshxonamning ishi ancha tugab qoldi, lekin yana yig'ishtiraman desam, bu yerda yana bir galam ish chiqadi.